Homiladorlik paytida ayol tanasi ajoyib o'zgarishlardan o'tadi. Mushaklar va bo'g'inlar siljiydi. Yurak tezroq ura boshlaydi. Qon esa tomirlar bo'ylab kuchli oqimda harakat qiladi. Go'yo tananing har bir a'zosi yangi hayotga tayyorgarlik ko'rayotgandek. Bu o'zgarishlar turli gormonlar ta'sirida homiladorlik boshlangan zahoti yo'lga qo'yiladi. Urug'lanishdan bir necha kun o'tib, embrion bachadon devoriga joylashadi. Aslida embrionning DNKsi onaniki bilan to'liq bir xil emas. Shu sababli immun tizim uni begona jism deb tanib, hujum qilishi kerak bo'lardi. Lekin tabiat bu jarayonni mo'jizaviy tarzda boshqaradi. Immun tizim bir vaqtning o'zida ham onani, ham bolani himoya qiladi. Bachadon bo'ynida esa shilimshiqdan himoya tiqini hosil bo'ladi. U bakteriyalarni ichkariga kiritmaydi va tug'ruq paytigacha yopiq turadi. Bola o'sib borar ekan, bachadon ham kengayadi. Shu paytda progesteron va relaksin gormonlari mushaklarga bo'shashish signalini beradi. Hazm tizimi ham sekinlashadi. Bu esa qabziyat yoki oshqozon qaynashini keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zan bu holat ertalabki ko'ngil aynishini ham kuchaytiradi. Bachadon kattalashgani sari u diafragmaga bosim qiladi. Nafas olish biroz qiyinlashadi, ammo progesteron gormoni tanani bunga tayyorlaydi. U nafas olishni tezlashtirib, ona va bolaga yetarli kislorod beradi. Buyraklar esa faolroq ishlay boshlaydi. Ular ko'proq eritropoetin ishlab chiqaradi. Bu qizil qon tanachalarini ko'paytiradi. Organizm suv va tuzni ushlab turadi. Natijada qon hajmi 50% gacha ortadi. Lekin bola ham onaning oziq moddalari hisobidan o'z qon tizimini quradi. Shuning uchun onada temir yetishmovchiligi kuzatiladi. Yurak bu davrda 2 baravar ko'proq ishlaydi. Onaning ham, bolaning ham hayotini ta'minlash uchun. Shu bois yurak urish tezlashadi. Ba'zida oyoq va tomonlarda shish paydo bo'lishi mumkin. Uzoq vaqt tik turish esa ba'zi ayollarda bosimning tushishiga olib keladi. Tug'ruq yaqinlashganda bola pastroqqa tushadi, nafas olish yengillashadi. Suv ketgach, tanadagi ortiqcha suyuqlik chiqib ketadi. Bachadon esa asta-sekin kichrayadi. Homiladorlik nafaqat tanani, balki miyani ham o'zgartiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu o'zgarishlar onalik ko'nikmalarini kuchaytiradi. Masalan, chaqaloqning yuz ifodalarini yaxshiroq anglash kabi. Har bir homiladorlik o'ziga xos. Shu sababli o'z tanangizni tinglash va shifokor bilan maslahatlashish eng to'g'ri yo'ldir. Tana bu mo'jiza, ayniqsa unda yangi hayot shakllanayotgan paytda.